Mana bunisi mana ko'rib turibsizlar, qorasidan ekan. Qorasini shunday sig'ib tashlaymiz tamam. Bunisi esa mana sarg'im tildan ekan. Mana bular esa jigar rang ekan. Mana ko'rib turibsizlar, kulli rangidan ham bor ekan. Mana bunisi kulli rang ekan. Oppoqni yaxshi ko'radigan akalarimiz uchun mana oppog'i ham bor ekan. Bu narsa nima deganlarga, bu gruntovka hisoblanadi, ya'ni travertinga ishlaydigan gruntovka. Ishlab chiqaruvchi akalarimizdan eng arzon narxlarda gruntovkalar va emotsiyalar. Emotsiyalar ham juda ham arzon ekan. Mana shu ko'rib turgan 4 kilolari narxi 16 ming so'm. Mana bu 9 kilolari 40 ming so'm ekan, 20 kilolari bor ekan. Bular 85 ming so'mdan boshlanar ekan. Undan tashqari akalarimizdan Milano uchun kvarts gruntovkalari ham bor ekan. Xo'sh, mana bu travertinda gruntovkalarga keladigan bo'lsak, oxini bir paqiri 75 ming so'mdan boshlanadi ekan. Ranglilariga ozgina qo'shilib qoladi ekan. Dastavkalar butun O'zbekiston bo'yicha kelishilgan narxlarda yetkazib berishyapti ekan. Travertin uchun qoplar ham bor ekan. Laklenkasi bor 30 ming so'm, laklenkasi yo'q oppog'i esa 1 kilosi 27 ming so'mdan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib qo'yganmiz, aloqaga chiqaverasizlar mana.